Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan keyingi darsimizni davom ettiramiz. Keyingi darsimizdagi mavzumiz bilan degan yoki va degan qo'shimchalarni o'rganish bo'ladi bugungi. Xo'p, bizda bu shakl 4 ta ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni umumiy hisobda aytganda 3 ta, lekin ko'rinishi 4 ta bo'ladi. Bular qanday desak, kva hamda va. Bu bitta ko'rinishga, ya'ni bitta grammatika hisoblanadi, lekin ko'rinish shakli ikki xil bo'ladi. Faqat shu joyida unli undoshiga qarab turib qo'shib ketamiz va bilan degan tarjimani beradi. Rang degan tarjimamiz bor. Ya'ni grammatikamiz bu bilan degan tarjimani beradi. Bu og'zaki ifoda qilinadi. Undan keyingisi hago. Bu birga yoki bilan degan tarjimalarni oladi. Bugun shu 4 ta grammatik qo'shimchani o'rgangan bo'lamiz. Xo'p, buni misollarda ko'rib chiqamiz. Xo'p, omoni va shijangi qayo degan so'zimiz turibdi. Bu joyda ko'ryapmizki, mana omoni va. Shu joyda esda qolsin, bizda va kva dediga unli bilan tugaydigan bo'lsa, mana bu va, unli. Agar undosh bilan tugaydigan bo'lsa, mana bu boya ko'rganimiz kva degan shakl qo'shiladi. Xo'p, omoni va shijangi qayo, onam bilan bozorga boryapman degan so'zimiz bo'ldi. Undan keyingisi sonseynim kva, ya'ni ustozim bilan, hakkoyi vayo, ustozim bilan maktabga kelyapman degan narsa bo'ldi. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, undan keyingi grammatikamizni ko'ramiz. Bu boya ko'rganimizdek rang. Rang bolalar esda tursin, og'zaki, chet tilda, norasmiy bo'lganda, umuman ko'cha-kuyda, suhbatda ishlatiladi. Yozuvda yozilmaydi bu narsa. Shunchaki do'stlaringiz bilan, keyinchalik koreyslar bilan bo'yaganda suhbat qilganda chet tilda ishlatsak bo'ladi, lekin sigilarda yozib qo'ymaymiz, ya'ni diktant yoki rasmiy bo'lgan joylarda bu narsa kuzatilmaydi. Bu shunchaki ko'chada bor deb tushunsak bo'ladi, ko'cha tilida. Xo'p, chingu rang qabul mogoyo. Nima bo'lyapti? Chinguni biz o'tdik. Do'stim bilan qabul mogoyo. Ovqatni yeyapman. Bu unli undoshiga qarab qo'shilmaydi. Bir tekst unli bo'lsa ham, undosh bo'lsa ham ot turkumiga. Esda tursin bolalar, bularning barchasi otlarga qo'shiladi. Demak, ot turkumiga qo'shilib bilan degan tarjimani beradi, ya'ni ko'cha tilida gapirganimizda. Xo'p, undan keyingisi yompil hago. Mana hago degan grammatikani boya biz ko'rib chiqqandik. Hago kongchegil sassoya. Yompil bizda qalam degani, kongchek degani bizda daftar degani. Xo'p, qalam bilan birga deb tarjima qilsak ham bo'ladi buni. Qalam bilan birga daftarni sotib oldim. O'tgan zaman bo'ldi, sotib oldim degan narsa bo'lyapti. Xo'p, hagoni ham shu joyda eslatib o'tmoqchiman. Juda ko'p ishlatilinadi. Bu ham og'zakida, ham boyaganda rasmiy joylardagi dokumentatsiya joylarida ham bu juda ham ko'p ishlatiladigan grammatikalardan bittasi. Xo'p, esimizda qolsin. Mana bularni biz xohlaganimizcha rasmiy joy bo'ladimi yoki dokumentalniy biror bir diktant yoki o'sha ijodiy bayonlar yozgan paytimiz bo'ladi, ishlatsak bo'ladi. Hagoni ham xuddi shunday, rang degan shaklimiz bizda shunchaki og'zakida bilan degan tarjimani beradi. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, grammatikalarimiz tushunarli bo'lsa, sizlar bilan uyga vazifaga o'tamiz. Uyga vazifamiz har doimgidek so'zlar. So'zlarni yodlab boramiz. Kanchik. Bu bizda yengil tamaddi, yengil tanovul qilishni kanchik deydi. Undan keyin shuga, ta'til. Misol biz maktabdan keyin o'qishda umuman qandaydir paytida ta'til yoki ishdan o'tib qolganimizda o'sha shuga degan narsa bo'ladi, ya'ni ta'tilga chiqamiz. Shigan bizda vaqt degani. Undan keyin yonghapyo, kino bileti. Yennal, yesnal deb yozilsa ham talaffuzini qaranglar. Yennal deb talaffuz qilamiz. Undan keyin cheryo, bu bizda material yoki masalliq. Bolalar bu dokumentalniy materialga ham ketishi mumkin yoki bo'lmasam oziq-ovqatni masallig'i degan narsaga ham ketishi mumkin. Xo'p, bu so'zlarimizni daftarlarimizga yozib olamiz va yanagi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr.